Mana bular gidronasoslar. Bular xuddi bir inson yuragiga o'xshaydi. Inson yuragi qonni tanada aylantiradi va harakatlantiradi insonni. Bular esa moyni gidravlik sistemada aylantirish hisobiga texnikani harakatga keltiradi. Bugun biz mini texnikalarni harakatga keltiruvchi mana bu kichik gidronasos haqida gaplashamiz. Ya'ni buni ichidagi qanaqa butlovchilar borligini sizga mana koreyskiy butlovchilar misolida birma-bir ko'rsataman va video oxirida o'rtacha necha pul tashkil etishini sizga aytib o'taman. Undan oldin like bosib qo'ying, obuna tugmachasini bosing, demak, obzorni bir ko'ring. Okeylar, demak, gidronasosimiz quyidagi butlovchilardan iborat. Bu butlovchilar 100% koreyskiy original, made in Korea. Demak, birinchisi bu separator shayba. Xalq tili bilan buni soska deyiladi. Bu porshnyvoy, ko'ryapsiz? Keyingisi mana yong'oqcha, gilza va gilzaga ko'ryapsiz o'zini kichik igolkachalari. Rem komplektida bronza shayba. Keyingisi val. Ko'ryapsiz, barchasi yangi upakovkada. Keyingisi disk shayba. Igolka подшипник. Kladish. Ikkita mana подшипник va ko'ryapsiz enshe. Va bularni umumiy salnik nabori. Endi bu butlovchilarni umumiy narxiga keladigan bo'lsak, 6 million so'm atrofida plus minus. Endi o'zingizga kerakli bo'lgan butlovchini alohida xarid qilsangiz bo'ladi. Kimga bu butlovchilar va boshqa ekskavator butlovchilar ehtiyoj bo'lsa, video pastdagi telefon raqamiga murojaat qiling. Menimcha videomiz foydali bo'ldi. Shu yerga bitta like bosib qo'ying. Keyingi videomizda qaysi butlovchini shunaqa tahliliy obzor qilib berishimizni xohlaysiz? Kommentariyaga yozib qo'ying. Bizga obuna bo'ling, biz bilan ko'ryapsiz. Foydali.